Moskvadagi kuryer dostavchilar, bu video sizlar uchun foydali bo'ladi. Videoga bitta like bosib, butun kuryerlarga jo'natib qo'yinglar. Qanaqa foydasi tegadi ekan bo'lsangiz, hozir ichkari kirib hammasini tushuntirib beraman. Albatta bu kuryerlarning ishini yengil qilayotgan narsa elektrovelik bo'ladi. Narxiga kelayotgan bo'lsak, 35 ming rubldan boshlanishi 100 ming rublgacha bor. 10 xil turi bor elektrovelikda. Akkumulyator deysizmi, motor deysizmi, zapchast deysizmi, usta deysizmi, hammasini shu yerdan topa olasiz. Agar siz bu yerdan elektrovelosiped sotib olsangiz, 1 yilgacha almashtirib berish tekin bo'ladi. Buzilgan joyini mana zapchastlar ko'rib turibsizlar, sotib olasizlar arzon narxga, ustalar bepulga almashtirib beradi sizlarga. Garantiyaga kelayotgan bo'lsak, zavodskoy birrakka 1 oy garant beradi. Akkumulyator, motor, kontrolyor ursa, kelasiz almashtirib bo'lsa almashtirib beradi. Umuman bo'lmaydigan bo'lsa yangisini beradi. Trackbike прямой zavoddan ishlaydi, bespasrennik. Ilhom bloger nomidan keldik desalaringiz, любой velosipedga 1000 rubl skidkasi bor do'stlar. Aka, dastavkalaringiz qayergacha bor? Ikkita magazinimiz bor. Moskvada, Piterda. Moskva, Piter shahar ichiga dastavkasi bepul. Shahardan tashqari oblastlarga qo'noqlasizlar, inshaalloh uni ham variantlari bor. Dastavka qilib beramiz. Uzoq regionga ham jo'nata olamiz. Qayerlarga masalan? Eng uzoq chekkasigacha jo'nata olamiz Rossiyani. Misol, xohlang Xabarovskka, xohlang Vladivostokka. To'liq adres va telefon raqamlari birinchi kommentarda qoldirilgan. Moskva metro avtozavodskiy birinchi vaqtdan chiqqan joyingizda 100 metrlik yo'l. Kuryerlarning ishi yengil bo'ladigan bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.